Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan 6-sinf qadimgi dunyo tarixi darsligining 18-mavzusi, ya'ni miloddan avvalgi 3-asrda Xitoy mavzusini ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz, demak boshladik. Xo'p, esinglarda bo'lsa, miloddan avvalgi 7-5-asrlar Xitoy tarixida kurashayotgan podshohliklar yoki ko'p podshohliklar davri bilan kirgan edi. Ya'ni Chijou degan davlat zaiflashgandan keyin ham podshohliklar o'zicha mustaqillik talab qilib kurash boshlagandi. Bu davr 200 yil davom etganda, o'sha davrga nuqta qo'ygan sulola bu Sin sulolasi hisoblanadi. Miloddan avvalgi 246-yilda o'sha Sin sulolasi hukmdoridan bo'lgan Sin Shi Huangdi Xitoyni yagona davlatga birlashtiradi. 246-yil bu 3-asrga to'g'ri keladi. Sin Shi Huangdi degani bu Sinning birinchi hukmdori degan ma'noni bildiradi. Xo'p, endi bu paytda davlat nomi Xitoy deyilmagan. Sizlarga qo'shimcha sifatida aytib ketaman. Qaysi sulola hukmronlik qilgan bo'lsa Xitoyda, Xitoyning nomi shu sulola nomi bilan atalgan. Masalan, Han sulolasi hukmronlik qilgan paytda davlat nomi Han davlati, Sin sulolasi hukmronlik qilgan paytda Sin davlati yoki Sin imperiyasi, Min bo'lsa Min imperiyasi va hokazo hokazo. Tushunarli? Demak, bu yerda yana bitta e'tibor beradigan jihatimiz o'sha sulolalar ketma-ketligini eslab qolishimiz kerak. Demak, Xitoydagi sulolalar ketma-ketligida 6-sinfda. Birinchisida bu Shang bo'ldi, ikkinchisi Chijou bo'ldi, uchinchisi Sin bo'ldi. Tushunarli? Demak, davom etamiz. Xo'p, u o'z davlatini alohida viloyatlarga taqsimlagan hukmdor deyapti. Xo'p, demak, Sin Shi Huangdi o'zini davlatini viloyatlarga taqsimlagan. Yana qaysi hukmdor o'z davlatini viloyatlarga taqsimlaganda? Bu Doro birinchi, Fors hukmdori Doro birinchi edi. Demak, shu bilan o'xshash jihati bor ekan. Xo'p, Sin Shi Huangdi tirikligidayoq o'ziga atab maqbara qurdirtirgan. Maqbara bemalol Misr piramidalari bilan bellasha olardi. Maqbarani 720 mingta odam 37 yil mobaynida qurgan. Eslab qolamiz, 720 mingta odam 37 yil. O'zi 36 yil yashagan bu odam. Lekin 36 yil hukmronlik qilgan, 37 yil, ya'ni o'limidan 1 yil o'tib tugatilganda u. Xo'p. Endi Sin Shi Huangdi maqbarasini qo'riqlash maqsadida 6000 ta sopol askarlar haykallari qurilgan. Mana shular qo'riqlash maqsadida. Endi savol tushib mumkin, yana nima qo'riqlash maqsadida qurilgan edi? Javob, Misrdagi Sfinks piramidalarini qo'riqlash maqsadida qurilgandi. Demak, bu yerda esa 6000 ta sopol haykallar ekan. Demak, mana shu o'xshashlikni ham eslab qolamiz. Xo'p, Sin Shi Huangdi o'z davlatini ko'chmanchi Hun qabilalaridan himoya qilish maqsadida demak, Shimoliy Xitoy bo'ylab mudofaa devorini qurdirtiradi. Bu Buyuk Xitoy devori nomi bilan tarixga kirgan. Demak, kim qurdirtirgan? Sin Shi Huangdi qurdirtirgan miloddan avvalgi 3-asrda. Nima uchun? Ko'chmanchi Hun qabilalaridan himoya qilish uchun. Qayerda qurdirtirgan? Shimoliy Xitoyda. Xo'p, devorni qurish ishlari o'zi aslida 4-asrda boshlangan edi. Miloddan avvalgi 4-asrda boshlangan edi. Bu devor tarixga Buyuk Xitoy devori nomi bilan kirgan. Uning balandligi 6-10 metr, qalinligi 5-8 metr, uzunligi esa 4000 kilometrni tashkil qiladi. 4-asrda boshlangan 4000 kilometr. Eslab qolinglar. Nil daryosining uzunligi 6000 kilometr edi. Buyuk Ipak yo'lining uzunligi 12000 kilometr. Buyuk Xitoy devorining uzunligi esa 4000 kilometr ekanligini 4-asrda qurilishi boshlaganligi bilan eslab qolamiz. 4 mana o'xshash jihat. Xo'p. Endi bu otliq qo'shin o'ta olmas edi. Bu yerdan shu maqsadda qurilgan. Chunki mana bu ko'chmanchi Hun qabilalari asosan otliqlardan iborat bo'lgan edi. Xo'p, davom etamiz. Qadimgi Xitoy madaniyati. Qadimgi Xitoyda o'ziga xos yuksak madaniyat rivojlangan. Xo'p, mana bu joylar shartimiz bizga. Mana matematika, astronomiya va geografiya 3 ta fanlar rivojlangan. Mana matematika bilan astronomiya esinglarda bo'lsa, Hindiston mavzusida ham aynan shu 2 ta fan rivojlanganligi aytilganda, siz o'shandan eslab qolamiz va faqat
Xitoyda Hindistondan farqli tomoni geografiya fani ham rivojlangan ekan. Chunki ularda kompas ixtiro qilinganda, o'shani eslab qolinglar, mana kompas ixtiro qilinganligi uchun geografiya fani rivojlangan ularda. Xo'p, endi mana me'morchilik va haykaltaroshlik sohasida katta yutuqlarga erishgan. Xo'p, me'morchilik degani bu qurilish sohasi, haykaltaroshlikning rivojlanganligini, katta yutuqlarga erishilganligi, boyagi 6000 ta soqol haykallar qurilganligidan eslab qolinglar. Me'morchilikni esa boyagi Sin Shi Huangdining maqbarasidan eslab qolamiz. Xo'p, endi xitoyliklarning yozuvlari ham hierogliflar deyilgan. Xo'p, yana qaysi xalqlarda hieroglif bor edi? Misrliklarda hieroglif bor. Demak, xitoyliklar va misrliklar hierogliflardan foydalangan ekan. Dastlab xitoyliklar yog'och taxtachalarga yozishgan, ya'ni bambukka yozishgan mana. Shuning uchun ham Xitoy yozuvi mana yuqoridan pastga qarab yoziladi. Buning sababi ular mana bunaqa taxtachalarga yozganligi uchun yozuv yuqoridan pastga qarab yoziladigan bo'lgan. Endi bundan 2,5 ming yil muqaddam esa shoyiga yozish boshlangan. Ya'ni shoyini qog'oz sifatida foydalanish boshlangan. Miloddan avvalgi 1-asrda esa qog'oz ixtiro qilindi. Miloddan avvalgi 1-asrda qog'oz ixtiro qilingan eslab qolamiz. Demak, qog'oz ixtiro qilinganligi hozir 2026 yildan oshibdi. 2000 yildan oshibdi deyapman. Xo'p, miloddan avvalgi 1-asrda yana nima bo'lgan? Xo'p, kitobni boshiga qaytsak, miloddan avvalgi 1-asrda bo'lgan bitta voqea bo'lishi kerak. Hozir ko'rsataman sizlarga. Tarixchilarimizdan bittasi milodiymi yoki miloddan avvalgi 1-asrda yashaganmi? O'sha jihatini ko'ramiz. Hop, mana miloddan avvalgi 1-asrda Strabon yashagan. Tushunarli? Mana shu o'xshash bo'lgan jihatlarni qarab ketamiz. Demak, Xitoyda qog'oz ixtiro qilingan paytida qadimgi Yunon tarixchisi bo'lgan Strabon yashagan ekan. Endi xitoyliklarning ajoyib ixtirolaridan biri bu kompas bo'lgan. U temirdan yasalgan uzun dastali katta qoshiqni eslatardi. Qoshiqqa o'xshab turganda. Qoshiqni dasta tomoni dunyo tomonlarini ko'rsatgan, o'zi bitta tomonni ko'rsatgan. Uning dastasi har doim janubni ko'rsatgan. Hop, Xitoyda yana shuningdek zilzilalarni oldindan aytib beruvchi seysmograf ham ixtiro qilingan. Bu Xitoyda o'sha qog'oz tayyorlash jarayoni. Hop, demak shu bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.